haqiqiy bu sepishi. Bu darvozamiz Qirg'iziston O'sh 30 adir ko'rinadi. Sifatini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bu darvozamiz 1.8 lik 2 qavat bo'lgan. Shumkalar joyida, orasiga nerjiyaga qo'yilmadi. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, oltin darvozaga aloqaga chiqaverasizlar. Bu yoqdagi tayyor bo'lgan darvozalarni ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Narigi darvozamiz uzoq-uzoqdan ko'rsatamiz, Andijonga o'rnaydi. Bu darvozamiz Toshkent To'ytepaga o'rnaydi. Bu darvozamiz Namangan Nanayga o'rnaydi. Narigisi Namangan shahar Dashko'laga o'rnaydi. Kimga shunaqa darvozalar yoki boshqacha darvozalar qiziq bo'lsa, oltin darvozaga aloqaga chiqaverasizlar. Bu tomonlarda ham har xil darvozalarimiz bor, o'tganlari. Nomi darvoza bo'lsa, xudo xolasa kelishgan holatda chiroyli qilib yasab uстановка, dostavkalar bilan qilib beramiz. Bu darvozalarimiz pechatli darvoza. Bular hammasi qolganlari listli darvoza. Bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Charchab bo'lmanglar, salomat bo'linglar. Darvozalarimiz, ishlarimiz yoqadigan bo'lsa, bittadan like bosib, obuna tugmasini bosib qo'yasizlar. Sizlarni kutamiz. Salomat bo'linglar.